Siz 48 millionga Haval M6 modelini sotib olgan bo'larmidingiz? Unda sizga to'liqroq ma'lumot berib o'taman. 1.5 turbina motor, 114 ot kuchiga ega, 3 xil rejimda yuradi, ya'ni Eco, Standart, e-Sport. M6 modelimizning ходовойлari juda ham yumshoq, chunki old qismi McPherson независимый sistema, orqa tomoni многорычажный независимый. Shuning hisobiga o'rta Osiyo iqlimiga to'liq mos keladi. Yumshoq yurasiz. Ballonlarimizga kelsak, lehkospalyonli alyuminiy diskga turadi, 17 dyumli. M6 modelimiz ruli полный эко-ko'rg'in bilan qoplangan. Qulayligingiz uchun aktivniy cruise kontrol mavjud. Antizanos rejimlari plus горный rejimlar, oldi qator polni qiziydi, elektron rучной tormoz, avtohod sistemasi, hamma bu funksiyalarimiz M6 modelimizda mavjud. Tanolinglar, brekerdan yaxshi.